alyum bu. Tasavvur mıydı? Bir işte sülfat kislota ve SO3'ning mana bu oldi bir nisbat agar nisbat oxirida oladigan bo'lsak, bunikini en nisbat ko'rinishdagi bir aralashma deymizmi, eritma bu alyum. Tushunarli? Ya'ni buni qanday qarashimiz kerak? Oddiy misolda sülfat kislotada erigan SO3 deb qarang. Ya'ni alyum shuncha foizli alyum desa, foiz har doim nimaga nisbatan berilar ekan? SO3 ga foiz nima tegishli bo'ladi? Masalalarda beriladigan foiz. Ya'ni aytadiki, 40% alyum eritmasi, shunaqa tarkibli alyum eritmasi deb berilsa yoki shunaqa nechta foiz alyum hosil bo'ldi desa, u foiz nimaga tegishli ekan bo'lsa, demak SO3 ga tegishli bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'sh, endi alyumning hosil bo'lishi qanday holatlarda yuz beradi? Demak, alyumning hosil bo'lishi birinchi holat qanaqa bo'ladi? Birinchi holat bu idishda faqat suv bor deb tasavvur qiling. Idishda tashqaridan birinchi holat bo'yicha SO3 qo'shildi. Birinchi holatda alyum hosil bo'lishi, alyum hosil holatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi holatda tashqaridan shunchaki sof suvga SO3 qo'shilyapti. Faqat bu SO3 mol bo'lishi kerak. Ko'p bo'lishi kerak. Jarayonda suvni umuman idishda tugatib tashlash kerak. Ya'ni SO3 shu suvni, idishdagi suvni tugatib sulfatga aylantirib, yana o'sha SO3 ortgan ham bo'lib qolishi kerak. SO3 ortgani ham bo'lishi kerak, ortgan. Suv bilan ta'sirlashmay qolib ketadi-ku ortib. O'sha SO3 ham bo'lsa alyum hosil bo'ladi. Bu bittasi. Tushundikmi yo'qmi? Birinchi holat mol miqdorda SO3 qo'shishdan hosil bo'ladi alyum bo'lishi mumkin. Ya'ni birinchi sulfat hosil bo'ladi, sulfat kislota eritmasi. U eritmaning konsentratsiyasi oshib ketaveradi SO3 qo'shgan sari va oxir sulfat kislota 100% ga boradi. Undan keyingi qo'shilgan SO3 o'sha alyumni hosil qiladi. Foiz alyumdan nisbatan ishlatiladi. Tushunarlimi? Bu birinchi holat, tushunarlimi? Masalan, tasavvurlang, idishda 36 gram suv bor edi. 36 gram suvga SO3 qo'shsak, 36 gram suvimiz 2 mol-ku. 2 mol SO3 bu 160 gram, to'g'rimi? Lekin biz 160 gram emas, 200 gram SO3 qo'shsak, 200 gram SO3 qo'shsak, ya'ni birinchi holat bo'yicha tasavvurlang, 36 gram qashikka bor. Biz bunga 200 gram SO3 qo'shyapmiz. Demak, SO3 plyusdan qashikka ol, qashikka SO2. Tasavvurlang, 36 butunlay tugab ketish kerak-da, chunki bu mol miqdorda. 18 da bu, masalan 80 plyusda 36 da 160 da. Qancha ortib qoldi? 40 ortgan. Endi tushundikmi? Va mana shu yerda bu 1 mol chiqqan, bu yoqda esa 2 mol. Agar alyumning tarkibini so'rasa, 2 mol sulfat kislotaga 40 gram 0,5 ortgan-ku. 0,5 mol SO3. Buni tushuntirish qoldirmaymiz. Har doim sulfat kislotaning oldida songa bo'lamiz har birini. 2 ni 2 ga bo'lsak, H2 SO3, 0,5 ni 2 ga bo'lsak, 0,25 SO3. Tushundikmi yo'qmi? Mana shunday nisbatga keltirish kerak. Endi foiz haqida gapiradigan bo'lsak, 200 ga nechta qo'shilgan? 36. 236 gram bo'lib qoladi oxirgi alyum. Ya'ni mana 2 mol 196 grammi? Ortiqcha SO3 shuning 40 gram. Şu 236 ni 100 nislar bo'ldi. Ortgan 40 gram alyum tarkibida SO3 bo'ladi. Shunday foiz deb foiz chiqaramiz. Tushunarli? Birinchi holat tushunarli bo'ldimi hammaga? Endi bolalar ikkinchi holatda alyum hosil bo'lishi. Ikkinchi holat bo'yicha qanday hosil bo'lishi kerak? Bo'ladi alyum. İlk holat sizlarga sulfat kislotaning eritmasi turadi, suyultirilgan yoki konsentrilgan. Endi o'shanga nima tashlanadi? SO3 tashlanadi. Natijada sulfat kislotaning konsentratsiyasi oshib boraveradi. Sabab bizda jarayon suvni qanchalik qismini mana bunday holatda yo'qotishga olib keladi suvni. Suvni qanchalik yo'qotilib, bu yerdagi suvning yo'q bo'lishidan ortiqcha qo'shish kerak bunda.
Aliyum hosil bo'ladi. Shuning uchun bizlarda sulfatni ishlab chiqarish bor edi-ku, qanday sinfimizda. O'shanda suv bug'i bilan emas, konsentrlangan sulfat kislota bilan. Chunki suv bug'ini kondensatlash qiyin deydi-ku. Aliyum hosil bo'ladi va sen xohlagan nisbatdagi, xohlagan foizdagi kislota eritmasini olish mumkin. Sabab keyin olingan aliyumni suvga qo'shasan, o'zi nechadan foiz sulfat kislota hosil bo'ladi. Bu yerda masalan tasavvur qiling. 80% sulfat kislota bor edi. Eritmamiz 100 gram desak 20 gram suv. Shu 20 gramlik suvni yo'q qilib esovich va undan ham ortiqcha esovich qo'shilsa, yangi aliyum hosil bo'ladi. Tushunarmi? Tushundingmi yo'qmi? Ikkinchi holat bo'yicha. Masalan, tasavvur qiling. Mana bu yerda sulfat kislota va suv, ya'ni eritma turibdi. Bu eritmamiz tasavvur qiling, 100 gram massa ulush masalan. Xo'sh. Qolgan 36% suvga tegishli bo'laman. Bu degani 36 gram deganimi? Bu yerda men 36 deb tanlab olyapman-da, bunga osonroq bo'lish uchun. Shu 36 ni yo'q qilish uchun 2 mol yo'q qilish uchun 2 mol esovchi sarflanib, undan 160 bo'lsa, boyagiga 200 qo'shilgan bo'lsa, undan ortiqchasi keyin aliyum tarkibidagi esovchi bo'ladi. Tushunarli? Ikkinchi holat ham tushunarlimi? Demak, beriladigan aliyumning foizi berilsa, u foiz nimaga tegishli bo'lar ekan? Aliyum tarkibidagi esovchiga tegishli bo'ladi. Ya'ni o'xshatish sifatida qaraydigan bo'lsak, erituvchi sulfat kislota erigan modda esovchi deb qarash mumkin-da aliyumni. Tushunarlimi yo'qmi? Endi yana ikkinchi holat tushunarli. Xo'sh, yana uchinchi holatda aliyum. Demak, hosil bo'lishimiz ko'rishimiz mumkin 100% sulfat kislotaning ustiga qanchadir esovchi qo'shib, buni yozmasak ham uni tushunadi. Endi aliyumdan nimalar keltirish mumkin? Aliyumdan eritmalarga o'tish mumkin. Ya'ni aliyumga suv qo'shdim degani tarkibdagi, ya'ni suvni mo'lroq qo'shdim degani tarkibdagi esovchining hammasini sulfatga o'tkazib, yana ortiqcha qanchadir suv qolar ishda. O'sha holatda eritmaga o'tkaziladi. Tushunarlimi? Ya'ni shunaqa masalalar keladi. Demak, masalan tasavvur qiling. H2SO4 endi SO3. Bu suvga qo'shilsa ham qanday holatlar keladi? H2O. Suvga qo'shilsa, yana aliyumning yangichasi. Bu uchinchi holat deb tasavvur qilganda aliyumning hosil bo'lishi holat. Qanaqa? Suv qo'shildi, suv kam, ya'ni buni yo'q qilishga yetmaydi. Bu suv yetmaydi. Shunda aliyumning foizi kamayadi. Aliyum masalan 60% aliyum eritmasi desa, suv yetmay qanchadir qo'shildida, suv kamroq, esovchining qanchasidir sulfatga oshirdi. Aliyum eritmasida sulfatning foizi oshib, aliyumning foizi kamayadi. Ana shunaqa holat. Tushunarli? Agar tarkibdagi esovchiga proporsional suv qo'shsa, 100% sulfat kislota hosil bo'ladi. Tushunarlimi yo'qmi? Aliyum mana shunday. Va biz aliyumdan turli xil foizli sulfat kislotalarni hosil qilib ketaveramiz. Tushunarlimi yo'qmi? Savol bormi, tushunmayapman?